Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Charchab qolmayapsizlarmi, tuzimizlar? Mana sizlarga yana propan temasini ochamiz. Hozir propan qo'yish yaxshi-yu, lekin Onyx Tracker boshqa mashinalarga ozgina muammo bo'lib turibdi. Metanlar bemalol, propanlar yana boshlandi. O'chert bo'lib turibdi. Kamida 20 minutda chiqib ketiladi. Hozir biza Sergelida Qumariqda zapravkada turibmiz. Sergeliniki bu. 6200 so'mdan. Shunaqa, hozir sezon shunaqa bo'lib qoldi. Toshkentdan tashqarida propan narxlari necha pul? Kommentariyada yozinglar. Mana bunaqa o'chert. Orqa taraflarda ham o'chert. Mana ko'rasizlar o'chertda. Biz ham ancha bo'lib qoldi, 15 minut bo'lib qoldi kelganimizga. Ozgina sovuqda ko'p yeydigan bo'lib qoldi. Sizlarda qanaqa propan qo'yganlar bormi? Bizning mashinamiz Onyxga propan qo'ygandik. Viloyatlarda qancha bilan, nechta bilan, qancha probeg yuryapsizlar? Kommentariyada bir yozib ketinglar, o'zingizlarning fikringlar. Kanalimiz ham ancha jim bo'lib qoldi. Xudo xolasa yangi videolar qo'yishni boshlaymiz. Harakatdamiz, xudo xolasa. Onyx Tracker propan qo'yganlar bormi? Nima deysizlar? Sizlarga vigitni tushyaptimi yo metan qulayroqmi? Metan qo'yganlar bormi? Fikringlarni bir yozinglar, bir gaplashinglar. Qaysi zapravkalar bemalol Toshkent shahardagilar bo'lsa, probegi ko'proq beradigan, yaxshi sifatli, hidi chiqmaydigan qaysi zapravkalar bor? Yozinglar, bundoq gaplashamiz. Hamma bir-birini eshitib, kommentariyada yozsa ko'pchilikga manfaatli bo'ladi. Bu yoqda ham mana ko'rasizlar, O'zneft gazniki ekan. Bu yoqqa birinchi marta kirishim. Oldin bu yoqda No'g'ayqo'rg'on zapravkasiga kirardim. Bu yoq remont ekan hozir. Remont ekan, Qumariq juda ham odam ko'p deyishdi. O'shaning uchun u yoqqa bormadim. Bugun bu yoqqa kelgandim. Shu fikringlarni yozinglar. O'qiymiz kommentariyalarni. Imkoni boricha javob beramiz. Hammadan ozgina fikr bo'lsa, qolganlarga manfaatli bo'ladi. Bizda 65 talik balon. Shahar ichida 350 400 ta yaqin yuryapti hozir kunda. 100 ga 12 ta 13 ta yeyapti. 10 ming bo'ldi mashinamiz probiga. Sizlarda qanaqa?